ko'p hollarda bizni vizualizatsiyamiz, bizni xohlagan narsamiz ishlanmaydi, amalga oshmaydi. Ya'ni bizni hayotimizga kirib kelmaydi yoki juda ham kirib kelishi qiyin bo'ladi. Nima sabab? Masalan, uyni xohlayapsiz. Mana shu uy degan fikrimizni atrofiga biz bir dunyo uy degan xohishga qarshi bo'lgan fikrlarni qurib, blok qilib qo'yishimiz. Ya'ni uy kelsa qanaqa his qilyapsiz uyga ega bo'lsangiz, lekin ongingiz ostida yana ham boshqa maqsadlaringiz, xohishlaringiz bor. Hozir uy bo'lsa-da, siz ko'proq energiya beradigan xohishlaringiz bor, kuni bo'yi o'ylab yuradigan. Hozir bu yerda ota-onam bilan kimdir bilan yashab turibman, qaynona qaynotam bilan. Ular bizga hamma narsa beryapti, bolalarimga qarashyapti, bemalol ishga borib kelyapman. Hozir meni o'zimning uyim bo'lsa, men shunaqa ulardan yordam ola olmasligim mumkin degan sizda o'y xayol bo'lishi mumkin. Har doim o'sha xayolni vaqti bilan o'ylab, yana bitta uyni atrofiga bo'lib qo'yapsiz. Bunaqada sizning unida xayolan aniq vizualizatsiya qilsangiz ham, his qilsangiz ham, vaqti bilan e'tibor, energiya sarflab qo'ysangiz ham, atrofiga o'shancha fikrlardan, xohishlardan bloklab qo'ydingizmi, sizga buni hayotingizga bu bloklardan o'tib kelishi, kirib kelishi hayotingizga juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli vizualizatsiya ko'p holatlardagi obrazli tasavvur va his qilish vaqtida ishlanmaydi.